тебе, братец милый. Можно я из лужи напьюсь? Не надо, Иванушка. Недалеко ведь. Видишь? Barcha ota-onalarni qattiq ogohlantiraman, meni diqqat bilan tinglang. Farzandingiz ertaga qalbi qattiq, vahshiy, gapga kirmaydigan bo'lib qolishini xohlamasangiz, bugunoq ular ko'rayotgan multfilmlarga e'tiborli bo'ling. Bugun internet tarmoqlari ochiq, ular jim bo'lsin deb xohlagan multfilmini qo'yib beryapsiz. Afsuski, mafkuraviy buzuq, g'oyasi egri yo'llarga olib ketadigan multfilmlar bugun juda ham ko'p. Hatto o'zbek telekanallarida berilayotgan ba'zi bir multfilmlarni ham ko'rib bo'lmaydi. Mana shu jihatlarga e'tibor bermasangiz, ertaga farzandingizdan o'pkalamang, ayb sizda bo'ladi. Bu videoni barcha ota-onalarga jo'natib qo'ying, biroz ogoh bo'lishsin.